Keyingi yillarda davlatimiz tomonidan aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash masalasiga asosiy vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Taraqqiyot strategiyasida ham markazlashgan ichimlik suv qamrovini 87% ga yetkazish maqsad qilingan. Qolaversa, aholining ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezidentimiz qarori ijrosiga ko'ra, Namangan viloyatida ham bir qator manzilli loyihalar yo'lga qo'yilmoqda. Xususan, aholiga muntazam va sifatli ichimlik suvi yetkazib berish bugun har qachongidanda dolzarb vazifaga aylangan. Ayniqsa kuz-qish mavsumida suv ta'minoti tizimlarining uzluksiz faoliyat yuritishi alohida ahamiyat kasb etadi. Aynan ana shu mas'uliyatli vazifani teran anglagan holda Namangan suv ta'minoti korxonasi tomonidan 2025-2026 yillar uchun tayyorgarlik ishlari jadal davom ettirilmoqda. Bu borada tuman va shahar bo'limlari bilan hamkorlikda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Joriy yilda 230 kilometr masofada ichimlik suvi tarmog'i tortilib, 51 ta nasos agregatlari hamda 12,8 kilometr tarmoq va 49 ta nasosni mukammal ta'mirlash belgilangan. Shundan sentyabr oyi holatiga uni 157 kilometr mukammal va 175,2 kilometri joriy ta'mirlandi. 25 ta nasos agregati zamonaviy, energiya tejamkor uskunalarga almashtirildi. Qolaversa 45 ta nasos mukammal va 43 tasi joriy ta'mirlandi. Namangan viloyatida ichimlik suvi ta'minoti 2017 yilda 51,1% ni tashkil etgan bo'lsa, bugunga kelib ushbu ko'rsatkich 87% dan oshdi. Keyingi 8 yil ichida investitsiya dasturi, bir necha qaror va farmonlar, tashabbusli budjet loyihasi, Jahon banki, OPEC xalqaro jamg'armasining 1 trillion 759 milliard so'm mablag'i sarflanib, 723 mingdan ortiq aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Keyingi yillarda Namangan viloyatida suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha qator xalqaro loyihalar ishga tushirilyapti. Biz turgan ushbu To'raqo'rg'on ko'chasida ham ayni kunlarda yana bir yirik loyihaga qo'l urilgan. Ya'ni bu yerda 4 ta mahalla joylashgan, yaqin 40 ming aholi istiqomat qiladi. Keyingi yillarda mana shu ko'chadan o'tgan quvurda nosozliklar ko'p kuzatilgan. Bugun esa amalga oshirilayotgan bunyodkorliklar ana shu nosozliklarning oldini olishda juda katta ahamiyatga ega. Davlatobod tumanining mazkur To'raqo'rg'on ko'chasida ayni kunlarda suv ta'minotini yaxshilash choralari ko'rilib, qurilish bunyodkorliklar keng ko'lam kasb etgan. 3,2 kilometr tarmoq tortilib, buning uchun 550 ming dollar mablag' yo'naltirildi. Men juda ham xursandman. Bunaqa o'zgarishlar bo'lmaganda. Prezidentimizga rahmat, ko'chalarimiz juda ham kutilmagandan ham yaxshi bo'lyapti. Hatto mahallamizda suv masalasi, tanqisligi, uzilishlar, muammolar bo'lardi. Mahallamiz hammalari xursand. Biz albatta shukronadamiz. Proyekt qurdim. 2 tomonlama yo'l, 2 qatorlama, 4 qator yo'l bo'lsa, uni chekkasida gulxona bo'lsa, uni chekkasida 2 qator piyodalar yo'lagi bo'lsa, bu go'zallikni ko'z oldingizga keltiring-da. Men tasavvurimga sig'dira olmayapman. Davlatimiz tomonidan aholining ichimlik suviga bo'lgan talab va ehtiyojini to'liq qondirish maqsadida xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari mablag'lari bu uchun yo'naltirilmoqda. Xususan, mazkur loyiha ham OPEC xalqaro jamg'armasi mablag'lari tomonidan qoplanib, hozirda tarmoq tortish ishlari jadallik bilan olib borilyapti. Keyingi yillarda viloyatimizda ichimlik suvi ta'minoti yildan yilga yaxshilanib bormoqda. Hozir biz turgan ko'cha Davlatobod tumanining To'raqo'rg'on ko'chasi hisoblanadi. 3,2 kilometr tarmoq tortilmoqda, temir truba. Ushbu ko'chada keyingi paytlarda nosozliklar ko'p uchragani sababli loyiha kiritildi. Ushbu loyiha amalga oshirilgandan keyin To'raqo'rg'on ko'chasida joylashgan 4 ta mahallalarda ichimlik suv ta'minoti yaxshilanadi. Loyiha ishlari boshlanganiga 2 kun bo'ldi. Dekabr oyiga qadar yakunlanib topshiriladi. Aytish kerakki, mazkur ko'cha Davlatobod tumanining 4 ta mahallasidan o'tadi. Ayniqsa ushbu Gulobod mahallasi asalchilik rivojlangan hudud bo'lib, keyingi paytlarda ichimlik suvi o'tgan asosiy quvurda nosozliklar ko'p kuzatilgan. Murojaatlarga ko'ra dasturga kiritildi va markaziy yo'l bo'lgani sababli temirli yirik quvur o'rnatilmoqda. To'raqo'rg'on ko'chasida qariyb 20 kilometrdan oshiqroq bo'lgan masofada juda katta qurilish ishlari boshlandi. Ya'ni yo'lni qaytadan rekonstruksiya qilish. Mana shu ko'cha 4 ta mahallani o'ziga oladi. 4 ta mahalla yo'l bo'yida albatta o'ziga yarasha brendi bor. Ya'ni o'zini ishlab chiqarish sohasi, boshqa hunarmandchiligi bor. Mana masalan, asosiy Gulobod mahallasining brendi bu asalchilik. Asalchilik ilgari xonadonning ichida edi. Qatoriga 20 ta do'konni qurib berib turib, hozir to'satganda bu brend, ya'ni Gulobod asalchiligi brendi nafaqat O'zbekistonda, butun O'rta Osiyoda tanildi.
Endi undan keyingi mahallaga o'tadigan bo'lsa, undan keyingi mahallada avtotex xizmat. Bitta ustaxonaga yangi zamon texnika kirib kelishi qo'shimcha ishchi o'rinlarni, yangi yoshlarimizga ish o'rinlarini ochishga sababchi bo'ladi. Bugun bu ko'chada biz yana bitta katta bunyodkorlikka guvoh bo'lishimiz mumkin. Nafaqat yo'l strukturasi, balki bizning suv infrastrukturamiz, suv ta'minoti bilan bog'liq bo'lgan muammolarimiz bor edi. Soat voy o'z vaqtida yetib kelmagan yoki shunaqa bir holatlar bo'lgan edi. Lekin hozir mana 550 ming dollarga yaqin mablag' faqatgina suv ta'minotiga sarf etilyapti. Bu degani mana shu yerda yashayotgan 4 ta mahallamizdagi 40 mingta aholiga yoki aytaylik ana shu yerdagi 24 ming xonadonga suv ta'minotini sifatini oshishiga va toza ichimlik suv ichishiga, bu orqali odamlarning sog'lom bo'lishiga, xonadonlarning farovonligiga ega bo'lishiga erishadi degan niyatdamiz. Suv ta'minotini yaxshilash maqsadida bajarilayotgan qurilishlar 2 oy ichida yakunlanadi. Bu bilan 40 mingdan ortiq aholining ichimlik suvi ta'minotidagi muammolari hal bo'ladi. Tuman hokimligi tomonidan kelgusi yilda mazkur ko'chani 24/7 ko'chaga aylantirish rejalashtirilgan. Ta'mirlash ishlari yakunlangach, ushbu yo'l asfaltlanib, zamonaviy qiyofa kasb etadi va asosiysi savdo, xizmat ko'rsatish sohalarini yangi bosqichga olib chiqish maqsad qilingan. Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilashda raqamlashtirilgan suv o'lchagichlarni o'rnatish alohida o'rin tutadi. Bu borada Namangan shahrida yangi loyihalar sohaga tatbiq etilmoqda. Bu budjet va nobudjet tashkilotlarning ichimlik suvidan bo'lgan debitor qarzdorligini undirishda qo'l kelmoqda. Namangan shahar suv ta'minoti korxonasi tomonidan 2300 ga yaqin yuridik iste'molchilarga xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Ular zamonaviy, masofadan ma'lumot uzatuvchi suv hisoblagichlar bilan ta'minlanyapti. Bu esa suv ta'minoti tizimini keng qamrovli tarzda faoliyat yuritishiga imkon beradi. Aytaylik, yangi barpo etilayotgan ko'p qavatli turar joylarda iste'molchilarga qulaylik yaratish maqsadida ana shunday suv o'lchagichlar o'rnatilmoqda. Bu zamonaviy suv hisoblagichlarning yuridik iste'molchilarga qulaylik taraflari masofadan o'z hisoblagichlarni bazaga yo'naltirish hamda to'lovlarning shaffofligini, shu jumladan nazoratchilarning vaqtlarini tejash, iste'molchilarning vaqtlarini tejash, suv hisoblagichini to'g'ri bazaga berish, korxona va iste'molchilar o'rtasidagi shaffoflikni ta'minlab beruvchi zamonaviy suv hisoblagichlar hisoblanadi. Bu kabi aqlli texnologiyalar tadbirkorlar, ulgurji iste'molchilar uchun ham juda qulay. Avvallari foydalanilgan ichimlik suvi uchun to'lovlarni suv o'lchagichdagi ko'rsatkich bo'yicha to'lov hisobotlarini har oyda idoraga borib to'lashga to'g'ri kelardi. Endilikda qo'l telefoni orqali o'lchagich hisoblagichlarini nazorat qilish va qarzdorlikni onlayn tarzda bartaraf etish mumkin. Hozirda mana suv cho'chini o'rnatib ketishni o'zlari yaxshi, tushuntirish shartlarini menga yoqdi. Bizga yoqqan tarafi onlayn tarzda bo'lar ekan bu. Oldin bizga kelib ketib yuriladi yo suv ta'minotiga borib topshirardi. Ovoragarchilik yo'q, o'zlari kelib o'rnatib ketishdi. Ishlashi ham yoqdi bizga. 2025-yilda Namangan viloyatida ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash bo'yicha respublika budjetidan 120,9 milliard so'm mablag'lar hisobidan 251,1 kilometr ichimlik va 4,6 kilometr oqova suv tarmoqlarini qurish belgilangan edi. Shuningdek, 11 ta suv inshootlari qurish va rekonstruksiya qilish ishlari rejalashtirilgan bo'lib, yil yakunigacha 59,2 ming nafar aholi ilk bor ichimlik suv bilan ta'minlanib, 75,3 ming nafar aholining ichimlik suvi ta'minoti yaxshilanishiga erishiladi.